oldu. Bu tomon kichkina basseyn bor. Eng qizig'i pustoy basseyn emas, ichida sharik o'yinchoqlar bor. Bu nima degani, bularni ishlatish kerak deb o'ylayman. Bizda niqobli bekimach olib qo'yganim uchun men, конечно, vaqt ketkazmasdan grim bilan mashta bekinaman. Qanaqa qilib hozir o'ylab ko'ramiz va o'zlaringiz hammasini ko'rasiz. Xo'sh, Maqsud, qalay senga attraksion? Voy, vashti terlab ketdim, bor. Suvlar oqib ketdi peshonamdan. Eng qizig'i bilasanmi, bu attraksionga o'tish uchun oddiy karta emas. Anxor Park va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan kartani sotib olish kerak bo'ladi. Do'stlar, bu hech qanaqa reklama emas. Bu meni maqtanchoqligim deb qabul qilsa bo'ladi. Ya'ni men 4 yildan beri YouTube yurg'izib, ijtimoiy tarmoqlarda o'zimni ko'tarishga harakat qildim va banihoyat Toshkent markazidagi eng katta parklarning biri bilan hamkorlik boshladim va ko'rib turibsizlar, rasmimni yaqindan olib maqtanaylik. Va do'stlar, agarda sizlar ham o'zingizga xuddi shunaqa Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi kartasini olib, shu orqali bonuslarni yutmoqchi bo'lsangiz, prosta istalgan Anxor Park kassasiga boring va Omonxon kartalarini so'rang. Va bilasizlarmi do'stlar, eng qizig'i nimada? Agarda sizlar Omonxon kartasining ichiga parkda dam olish uchun 100 ming so'm qo'ysangiz, bu pul 200 ming so'm bo'lib tushadi. Ya'ni bitta attraksionga bir marta emas, 2 martalab mazza qilib tushish mumkin bo'ladi. Xullas do'stlar, bu imkoniyat faqatgina meni obunachilarim uchun. Shuning uchun ham albatta Omonxon va Anxor Park kollaboratsiyasi asosida bo'lingan kartani sotib olinglar. Va aytgancha bu yoqqa yurgin. Va bilasanmi, Maqsud bu Omonxon kartasini xarid qilib, Anxor Parkida mazza qilib attraksion uchgan odamlarga qanaqa meni ashaddiy surprizim bor. Qanaqa? Hammasi juda ham oddiy do'stlar, qaranglar mana. Kartani yaqinroqdan olsang, mana bu yerda 6 ta son turibdi. Va hamma kartada mana shu 6 ta son 6 xil bo'ladi va bilasizlarmi, nimaga aynan bu ma'lumotni men hosiliga topaman? Chunki biz random orqali bu kartani sotib olgan insonlarni aniqlab va 100% tasodifiy ravishda 50 ta insonni tanlab olib, ular bilan birgalikda yangi YouTube videoni suratga olamiz va mana shu videoga agar sizlar qatnashmoqchi bo'lsangiz, yana bir marta aytib o'taman, Anxor va Omonxon kollaboratsiyasida bo'lgan Omonxon kartalarini olinglar va istalgan pulni tashlab uni 2 barobarga oshirib, bemalol Anxor Parkida istalgan attraksionlarda uchinglar. Va oradan biroz vaqt o'tgandan keyin esa faqatgina karta olgan insonlar bilan men o'zimga yangi YouTube videom olaman. Hammanglar, xullas, o'ylashim bo'yicha hammanglar tushundinglar va ana endi bo'lmasa Maqsud biz hozir darsga qaytamiz va men Berkinga ishtirokchini topishim kerak. Let's go. Bu paytda esa Ahror grim yordamida ananasga aylanayotgan ekan. Jigarlar, mani grimman tayyor bo'ldi. Kulolmayman, normalni gapirolmayman, lekin men уже tayyorman. Mana shunaqa bo'ldi. Orqamni ko'rmaydi va biz nariyoqqa o'zimizni joyimizga bekib olamiz. Alright, ketdi. Va shu tarzda Bobreloni basseynning ichidagi sharlarga o'xshatib bo'yab olishdi. Aniqrog'i tarvuzga. Vaqt ozgina qoldi, endi suvga tushish vaqti kelyapti. Bunaqa syomkada men birinchi martaman, lekin o'zlaringiz bilasiz, ekstremal tushiraman. Поэтому muzdek suvda yotaman. Ay! Arbuz piyorni. Ay, Omonxon men topolmaydi. Jigarlar, bo'lsa tayyorman. Do'stlar, oradan 2 soatdan o'tdi. Men endi bolalar yashimagan bo'lsa ham, uje kech. Men topgan bolamni jo'sgacha zo'rayman. Let's go. Va barcha ishtirokchilar mana shu dachiga berkinishgan. Va hozir men ularning hammasini topaman. Qaranglar do'stlar, bizni mana shu joyni o'zini juda ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va qidirishni boshlashdan oldin albatta do'stlar like bosib qo'yinglar. Chunki mana shu videoga hoziroq sizlar 101 ming like va mana shu videodan menga 22 ming yangi obunachi kelish kerak. Chunki bundan keyin men Darknet videosini chiqarmoqchiman. Va Darknet videosi chiqish uchun shu vaqtga beringlar. O'rtoqlar Omonxon o'zi qidirishni boshladi. Menimcha birinchi bo'lib tashqari qidiradi. Katta ehtimol tashqaridagilarni birinchi topadi. Tashqarida menimcha Sardorishteyn и Babrello bor. Muhimi men ichkaridaman, yaxshi o'tiribman. Bo'pti o'rtoqlar, bo'lmasa men bekindim. Hammanglar, bo'lmasam boshda yaxshilab qarab chiqaman. Chunki to'g'risini aytsam, ishtirokchilar любой joyda bo'lishi mumkin. Misol uchun shunchaki o'tini tusiga kirib olgan bo'lsa-chi. Shuning uchun ham yaxshilab qaraymiz. Yo'q, bu hech kim yo'q. Mana nima? Oy bilan. Yo'q-a? Do'stlar, hozir Omonxon hovlining narigi chekkasida ag'dar-to'ntar qilib yotibdi. Prosta takamani qidirib, o'ylaymanki, meni kelib topolmaydi. Xo'sh do'stlar, bizda hozir qidirishga qanaqa yo'llar bor? Birinchi o'rinda mana bitta basseyn. Bu bilet. Basseynda yuz hech kim bo'lmasa kerak. Chunki eng oddiy joy, yosh bola kiradi basseynga. Stop. Do'stlar, mamlaqa gazolli bo'lsa, kimdir orqasiga kirib olgan bo'lsa-chi, prям o'tni ustidan chizib olib bo'lishi mumkin, to'g'rimi? Shuning uchun ham yaxshilab qarab chiqish kerak. Onasini emsin. Do'stlar, Omonxon hozir oldimdan o'tib ketdi. Meni tepib ketdi. Topishga imkoni bo'lmaydi, qarab turinglar, yutamiz biz. O'tlikimni ko'rasizmi? Kim bu? Yo'q, bu yerda odam yo'q. Ham daraxtga chiqib olganman ham. Ham archanchidami yoki? Yo'q. Bunaqa originalni niqob qilish qiyin bolalar. Shuning uchun ham yaxshilab qarashimiz kerak. Va aytgancha do'stlar, videoni boshida aytib o'tganimdek, menga qidirishga atiga 1 soat vaqt berilgan. Va mana ko'rib turibsizlar, menda o'zi yana qancha vaqt qoldi, shuning uchun ham tezroq qidirishim kerak. Ey xudoy, bitta ham odam topmadim. Muje, va qanaqasiga bitta ham odam topmadim, ey? Stop.
Mana shu 100% kimda chiqib qolgan bo'ladi. Chunki 100% berkinishga zo'r joy. Ichini kimdir ham? Net. Yaxshilab qarang-chi. Men 100% odam bo'lish kerak. Men kimda og'zini narsa eshitaman. 100% yo'qmi? Yo'q. Cho'ta, men xontaxtdan tegi kimni kirib olganman yoki? Ha? Sinib qoldim. Все. O'ylashim bo'yicha buni hech kim ko'rmadi. Biz esa qidirish davom etamiz. Do'stlar, qanaqasiga hovliga bitta ham odam berkinmadi. Men voобще tushunmayapman. Omoxon! Ichkaridan kimdir baqiryapti. Stop. Do'stlar, u 100% musorchelida bo'lish kerak menimcha. Chunki musorchelaga berkinish bu eng zo'r xo'sh. Yo'q, bu вообще yengil bu. Вообще musorchel. Shoshmang, men zina bor ekan, zinadan chiqaylik-chi. Va do'stlar, men hozir tepaga chiqdim va tepada ham hech kim. Ya bu toshida belgilangan joyi o'zi yo'q. Balkim orqamdagi devorga kimni kirib olgan bo'lsa. Yo'q. Ajralib turgani yo'q, bir xil ketyapti. Da bilaman, berkingan insonni topishga juda oz vaqtim bor, lekin men shunaqangi zo'r qidiruvchimanki, prosta tak na easy topib qo'yaman hammasini. Va qanaqasiga bunaqa tabiatga like bosib, Omonxon YouTube kanalini 4 million obunachiga olib chiqmasam mumkin. Hammaylar. Shoshmang, endi bitta o'zim telefondan ham o'zimga video oling. Do'stlar, men shunaqa joyda men quyosh qaranglar. Va mana shu katta dachada biz hozir berkinmacha olamiz. Va mana buni qaranglar. Polniy. Hamma yo'q anaqada. Stop. Stop. Wow, bu 100%. Voy, men buni ko'proq deb o'yladim boya. Do'stlar, biz o'sha birinchi ishtirokchini topib bo'ldik. Naqadar kuchli bo'laman. Voy, qatta ekan, men ko'rmayapman. Babrelni topishdim hozir. Babrelni topishdi. Пока что bitta ishtirokchi kamaydi. Ну, пока yutaman. Qanaqasiga bunaqa bassenda berkinish mumkin Babrelni? Ha, Babrelni topishdi. Mani taktika, mana do'stim, mani partnyorim tarvuz edi, lekin meni birinchi bo'lib topdinglar. Ikkita zirak bo'lib, yuzga yopishib qolib. Qani keling-chi. O'rtoqlarimcha Babrelni topib olishdi. Cho'ti baqir-chaqir bo'lyapti. Sekin ichkariga kiradi menimcha Omonxon. Shuning uchun addish ichidashga harakat qilamiz. Bu meni oxirgi bo'lib topadi. Babrelni, qarang, siz 6 ta ishtirokchidan birinchisiz va men 1 soat davomida qolgan hamma topishim kerak. Dachi kurtus juda ham katta. Va agar menga yordam bersangiz, men sizga 1 million emas, mayli, yutmaysiz, shuning uchun 100 ming so'm beraman. Men sotadigan bola emasman, lekin ikkita narsadan. Birinchisi, mendan yaxshiroq joy qidirib, yaxshiroq grim qilgan odamlar bor. Ikkinchisi, meva qidiring. Meva. Ya, menimcha prosta Babrelni chaqiryapti. Hammaylar bo'ldi. Qarang, men birinchi etajdagilarni eshitolmay, ular Omonxon deb turib baqirishyapti-da. No eshitinglar. Omonxon! Shoshma, ichkarida kimdir bor. Ichkarida 100% kimdir bor, qidiramiz. Bilan kelyapti. O, do'stlar, uy ichida вообще berkinadigan joy ko'p. Bu shoshmanglar bir chekkadan qarab o'tinglar. Men bitta konditsioner, pardalar orqasida 100% odam yo'q. Eng qizig'i bor-ku, yoniga borib qaramasa ko'rib bo'lmaydigan darajada berkinishgan 100%. Do'stlar, Omonxon meni hali ham topolmadi. Menimcha eng zo'r bekingan odamman. Do'stlar, mana bu divanning tagida ham kimdir bo'lishi mumkin. Buni men hammasiga yaxshilab qarashim kerak. Men Pokedan ekan. Pokedanmi? Buncha odam bo'lishi mumkin. Shoshmang, hamma men xonaga kiraylik. Men xonani sevinib ochilib qo'yishgan. Qanaqadir manekenlarni tegib, meni o'zicha odam deb o'ylaydi deb o'ylayaptimi? Maneken ustiga masalan material tashib qo'ysa, Marian odam deb o'ylab borib ochib cho'chishi mumkin. Menimcha vaqt kam bo'lganiga shart qilmagan. Mametta, bu ochki saramaloyniki. Mana bunaqa singan nimadirlar. Demak, shu uslubda kimdir berkingan bo'lishi mumkin. Mamet, bu hech kim tashqarida ichib ketganmi? Ha? O'rtoqlar, menimcha eng oxirgi bo'lib men topilsam kerak, chunki Omon tashqaridan qarab bo'lib, Babrelni topib ichkariga kirib ketdi. Bo'ldi, u tashqarida umidini uzdi. Endi oxirgi bo'lib men topilaman. Bu hamma do'stlar, men qidirishimga juda oz vaqt bor, shuning uchun ham juda tez qidirishga majburman. Mametni balkim uxlashgandir. Xo'p, hammaylar. Mamet desa. Hoppa! Mana shu ko'rpachaning tagida kimdir bo'lishi mumkin. Hech kim yo'q. Parda orqasidan. Do'stlar, уже 10 minutdan ko'p vaqt o'tdi, men albattagina bola topdim. Men nima bu? Patologdan shoshmadi. O'rtoqlar, Omonxon kirdi, Mametlarni nimadirlarni qidirdi, ko'zimni zo'r o'xshab turdim, ochib yormaydi. Yonimdan o'tdi, keyin o'yladi, manekenlarni obmanka deb aldovdi deb o'yladi-da. Voy, kiyot. Qatta bo'lishi mumkin bular,
Bobur yo'lga kiryapti. Ha, Bobur? Shotam qanaqa vaqt kimdir topdingizmi? Sizni topdim-ku. Yo'q, boshqa hech kim topmadingizmi? Siz sotib bermasangiz, men shu topolmayman lekin. Men bitta narsa aytaman, yana bir bor. Bu yerda sotqinlik bo'lmaydi, lekin kreativnost ishlatgan odamlar bor. Xo'pmi? Aytganimdek, mevaga e'tibor qiling va sirli ishtirokchilarni topishingiz kerak. Давай, делай, броски. To'g'risini aytsam, men hech qaysi gapiga tushunganim yo'q. Menimcha prosta meni chalg'itib vaqtim o'tdi. Shuning uchun ham basseynga kelamiz. Ketdik basseynga. Skoch, demak kimdir qizil rangga bo'yalgan. Buni hozir men topaman. Mana korobkalar. Va 100% korobkalanchilik kimdir bo'ladi. Voy, men bunda odam borligini. İçi bomboş ki ona. Bu odam berkinishiga явный jo'ki, bo'lmasa mamlakat kichkina korobka hech kim berkinmasa ham kerak. Ha mana, shoshmay mamlakatga qaraylik. Bu hech qayerda yo'q-ku, bilay. Men buni prosta qaraylik. Mana shu yerda o'tirishim mumkinmi? Bu yerda esa bam. Qoch bu yerdan. Sen yutasan, men senga yordam berdimmi, yutasan sen. Ketdik dal ko'ramiz qanaqa bo'lishini. Yo'q, prosta do'stlar, logishni o'ylab qaraganda, mana korobkalar bo'ladi, kichkina aldash uchun bitta katta korobka bo'ladi, o'shanchiga odam berkinadi. Bu yerda unaqa emas. Do'stlar, hozirgina omonxon kelib ketdi. Meni ko'rishiga ozgina qoldi, lekin topolmadi. Vashi qo'rqib ketdi. Menimcha endi meni umuman topolmaydi. Hop, zinada iji tualetning bo'lmagani. Stop. Oling, mana qarang. Mana tegi teshik yoki zinan tegi bola kirib olganmi? Mening qizim nima butla qorong'u? Mana buni qarang. Voy, bu nima bu tualetning bo'lmaganini olib tashganmisan-la? Men o'ylashim bo'yicha, mana bu yerda точно kimdir bor. Shuning uchun ham mana senga. Stop. Mana Bobrello aytgan mevalar. Bu yerda bir tinga qimmat ananasi bor, va bu yerda qovun bor. Va bu yerda to'g'ralgan ananas. Nimaga to'g'ralgan? Bila, o'zim ham aytdim, Bobrello to'shimizdan chalg'itgan. Chunki mana bu yerda odam ham yo'q-da, bilay. Yoki parda orqasidanmi yoki? You are my sunshine. Yaxshi obraz, yaxshi. Qimirlamasdan tura oldingizmi? Belim og'rib ketdi, вообще. Men birinchi bo'lib chiqib ketdim, lekin Sardorsteyndan ikkinchi o'rin bo'lib tursang, roziman yetishdim. Do'stlar, hech qaysi xonada hech kim yo'q. Mametlarda ham yo'q, qara. Mametlarda ham yo'q. Qayerda bo'lishi mumkin bular? Umuman tushunarsiz. O'sha asabim buzilib ketadi. O'sha 20 minutdan beri qidiryapman. Bunasini bular qo'lim. Mana sharlarni qaranglar. Men chalg'itish uchunmi bular? Shoshmanglar, normalniy qaranglar. Men juda aytmoqim. Men juda neso'rishni qarayapman. Balki asabim buzilib ketadi. Chunki to'g'risi do'stlar, hozir nechta 5 ta ishtirokchi qoldi. Agarda 5 ta ishtirokchi bo'lsa va 5 ta ishtirokchiga men 1 million so'mdan berishim kerak bo'lsa, 5 million berishim kerak bo'ladi. Men buni xohlamayman, Nahot ikkinchi etajda bitta ham odam yo'q.